Assalomu alaykum hurmatli aka ukalarim, opa singillarim, yaxshimisizlar, tanajonlari sog'mi, omonmi? Ish bor. Ish под Moskva Sholkovada, Somsaxonada. Aka ukalarim, agar shu Rossiya territoriyasida agar qo'lidan agar somsa pishirish kelsa agar oyligi 150 ming rubldan 200 ming rublgacha oylik. Faqat tandir somsa yopish kerak tandirga. Nima deydi? Ish объемda aka ukalarim 600-700 ta samsa qilinadi. Hozir bir menga qisqacha bir videolarini tashlab o'zir telefon qildiki, aka срочно samsa pas kerak deb. Ikkita samsa pishiruvchi kerak. Yangi vakansiya sizlarga срочно hozir o'shani rahbarining nomerini qo'yaman. Bemalol ruscha, tojikcha gaplashib berasizlar, o'zbekcha gaplashib berasizlar. Endi oldin odamlari bor edi, ular endi patentlari to'ldi, 1 yil bo'lgandan keyin uyga ketdi. Ana o'sha somsaxonada hozir srochnaga somsa pas kerak. Ikkita somsa pas. Tanijonlari sog' bo'lsin aka ukalarim. Qo'lidan keladigan bo'lsa, srochna shu qo'yilgan raqamga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, bemalol kelib ishlayverasizlar aka ukalarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlardan podpiska, like, поделиться. Salomat bo'linglar.